بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Amin. Ya Rabbim, o'zingga hamdlar, zikrlar, shukrlar bo'lsin. Ya Rabbim Allohim, mana bu Maylovoy qishlog'ida darvishona bo'lyapti. Mana shuni boshlaganlarni hammalarini Allohim ishlariga baraka ato et. Oqibatlarini xayrli qilgin, xotimalarini chiroyli qilgin Allohim. Mana shu obod bo'lishda hissa qo'shib turgan hamma insonlarni xonadonlariga tinchlik, xotirjamlik ne'matlaringni abadiy ato etgin. Mana bu darvishonaga ihson qilyap turgan tadbirkorlar, homiylar, barcha xizmat qilyap turgan hammalarini Allohim o'zing ishlariga rivoj bergin. Nima niyat maqsad qilgan bo'lsa, niyat maqsadlariga Allohim yetkazdirgin. Mana bu ihson qilyap turgan hoji akamni ham, otayorni ham ishlariga Alloh baraka ato et. Nima niyat maqsadlari bo'lsa, o'zing niyat maqsadlarini chiroyli qilib ato etgin. O'zingga oson. Mana bu Maylovoy qishlog'ining oqibatini bundan keyin ishlarini ham Allohim xayrli qilgin, barakotli qilgin, nurlarga to'ldirgin Allohim. Mana shu Bag'dod tumanida, mana shu viloyatimizda, respublikamizda bir havas qiladigan Maylovoy qishlog'ini eshitganda odamlar havas qiladigan bitta qishloq bo'lib, Allohim o'zing qo'llab-quvvatlagin, nomid qo'ymagin Allohim. Bismillahirrohmanirrohim. La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Mahmud